Vokzal, temir yo'l vokzalda срочно mana shunaqangi elitni domimizda срочныйga sotadigan bitta o'yinchiqni o'zi ichkani obzor qilamiz. Bu xonamiz kattalar uchun yotoqxona. Vasha dizaynni yorboration qilgan akamiz. Mana shu nimalarni televizor zonani vasha dahshat qilgan. Juda ham qimmat narsa turadi. Televizorlar o'tiradigan joyi shkofchalari bilan birga garderob shkofi bor. Do'stpani divan har bitta xonasiga trezasi bor. Duxontirni katyol. Ana endi kattalar uchun yotoqxonani ko'rsataman. Bu aslida bu xonamiz 3 xonalik bo'ladi. Bu esa mana shu zal bo'ladi. Zalga batareya bor, uголок bor, trezasi bor. Kuxundini mana shunaqangi yevropeyskiy stilda qilgan akamiz. Bu razdvijnoy bo'ladi. Bu yopiladi. Operator yaqinroq keling. Duxontirni katyol, hamma sharoit bor. Mana bu vitishga ham ishlayapti. Bu yerga 1 gram ham tutun yoki ovqatning hidi u xonaga kirmaydi. Mana buni ko'ring. Razdvijnoy operator. Endi bolalarimiz uchun yotoqxonani ko'rsataman. Video sal uzunroq bo'ladi, lekin manfaatli bo'lsin. Razdvijnoy bo'ladi. Banya tualeti operator polni mana shu topli pol bo'lgan, oyoqdagi juda ham issiqgina mana shu koridor ham topli pol bo'lgan. Bu esa alohida unitazi bo'ladi. Bu esa bolalarimiz uchun yotoqxona. Eshiklari qimmat eshiklardan qo'ygan. Bolalarimiz uchun divoncha qo'ygan, mana bu yerda trezasi ham bor. Tashqari taraf kiraverish, yaromontaj qilingan. Garderob shkof bor, juda ham shkofni ko'p qilgan. Qancha narsa bo'lsa sig'adi. 65 kvadrat, narxi 72500. Yana ozgina sunnatiga muvofiq savdosi bor. 72500 pulim yo'q deganlar uchun ipotekaga ham iloji bor.